Xo'p, Nizomjon, qo'ylarimiz endi juda siz qo'ymadingiz, endi sizga aytaman, bu o'zi asli sir edi. Qo'ylarimiz 3,5 milliongacha hozirgi holatda foyda qiladi. Chunki buni sababini nimagaligini videoning oxirida aytamiz. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun inshaalloh foydali video bo'ladi, manfaatli video bo'ladi. Qo'ldan kelgancha mana boqilayotgan qo'ylarni sizlarga ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Bu yerda necha bosh hoji aka? Xo'p, bu yerda hozir 40 bosh qo'yimiz bor. 40 bosh qo'y boqilayotgan joy. Qo'ylar o'ta yirik, o'ta go'zallaridan boqayotgan ekanlar. Abdulla hoji akamning xonadoniga kelganman. Shularda qo'ldan kelgancha nima yeyapti, qanaqa boqilyapti, qanchadan birin boqilyapti, nimalarga e'tibor berish kerak, balonni nimaga osib qo'yishgan, hamma ma'lumotini Abdulla hoji akam shaxsan o'zlaridan berishga harakat qilaman. Agar videoda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Like bosib, qo'y boqmoqchi bo'lgan tanish bilishlarga videoni jo'natib qo'yasizlar. Mana shu videoni keyin har doim qo'yolni ziyon qilaveradigan o'rtog'ingiz ham tashlab qo'ying. Qo'y boqishni o'rganib, xudo xolasa yaxshi foydalar qilsin. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin degan holda biz bu yer hoji aka qo'ylarni qayda olib kelgansiz? Qo'ylarni Nizomjon bularni o'sha Bishkekdan borib o'zimiz olib kelganmiz. O'zingiz olib kelgansiz. Nariga hozirgi shu birinchi ko'rayotgan qo'ylaringizni xo'p, xudo xolasa urug'likka deb olib kelganmiz. O'ta go'zallari ekanda, o'ta go'zal. Dinalari bor, bu o'ta chiroyli qo'ylar. Mana buni qarang. Mana bu odamni incha-muncha odam quloqlari ham 22 santimetrgacha, uzunliklari ham birdan oshiq. Hamma naqalari bor. Razrezlari ham, oyoq kengliklari hammasi joyida, xudo xolasa. Ularni o'shoqdan ham olayotganimizni o'zi yaxshi pulga olganmiz, chunki o'zimizni mana shu yaqinlarga shu urug'likka deb niyat qilib olib kelganmiz. Chunki qo'y boqayotgan, sovliq boqayotgan akalarga, qadrdonlarga tavsiya qilamiz. Bundan xudo xolasa baraka topishadigan narsa bular. Quloqni qarang, quloqqa necha akalar, birdan 10 gacha baholab ketinglar kommentariyaga. Mana shu afg'on rang ekan. Afg'onga chatishgan, lekin o'zi arashan bo'lsa kerak. Afg'on arashan chatishmasi ekan. Bular hammasi o'zi rangi afg'onga arashan zotda. Arashan zotdan. Rangi afg'onga tortgan ekan mashinaning. Bular qanchadan boqyapsiz hoji aka? Bularni olib kelganimizga 6 oy bo'ldi. 6 oydan birin ularning sog'lomligi, hamma joyi yeb ichishlari joyida, vaksinalari, qo'ldorilarni vaqtida qilganmiz. Sog'lomliklari zo'r, xudo xolasa. 6 oydan tish buzdimi bular? Tish endi buzyapti. Hali qo'zi ekan. Hali qo'zi bular. Bo'ylari necha chiqyapti bular? Xo'p, bo'ylari 95 plus, 90 plus. 90-95. Bular o'sha qoralari go'sht yo'nalishi. Bular go'sht yo'nalishiga. Lekin hoji aka, go'sht yo'nalishida deyapmiz-ku, bizni O'zbekiston sharoitida mana shu qora qo'y ham zotga yaxshi ketadi. Zotga bundan ham so'rashyapti anaqalarimiz. Zotga qilsa bo'ladi. Qadrdonlar zotga ham bundan so'rab olib turishibdi. Qora, ana shu qo'y ham vahshi dahshat qo'y ekan. Afg'on rangiga o'xshagan qo'yimiz. Bular necha mahal yemaydi hoji aka? Ular hozir 2 mahal ham yeyishyapti. Quruq, ertalab pishirib. Yo'q, hozir bular yangi kelganda bir 3 oy pishirilgan ishdi. Hozir quruqqa o'tishgan. Quruqqa o'tishgan. Chunki quruq yemasa qo'ylarni pishirib bersangiz, qo'ylarni terisi sal bo'shashib, kengayib oladi-da. Keyin quruq bersangiz, keyin qo'y niqlashib, go'sht yo'nalishiga ham qanaqa yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar, keyin quruq bersangiz, qo'ylarni terisi, go'shti to'lishadi. Ular o'zi yetilibdi hoji aka. Xudo xolasa yetilibdi. Qo'ylarimiz yetilib qoldi. 6 oydan birin boqib turibmiz-da bularni. Ertaman qanchadan yeyapti-yu, kechqurun qanchadan yeyapti bular? Xo'p, 1 kilo 200 dan, har bittasi 1 kilo 200 dan, ertalab bir mahal, kechqurun bir mahal. 1 kilo 200 har bitta qo'y boshiga. Bir kunda
2,5 kilo, 2 kilo 400 gram 2,5 kilo bir kunda yemishadi. Bug'doy bilan makka kepak bo'lib. Bug'doy, makka, kepak, quruq Ha, faqat. quruq. Mo qo'ydim, bo'yi ham 1 metr shekilli o'zi. Ha, shunaqa. O'ta baland ekan. Bular ham hammasi. Bular hammasi mana shunaqa. Bu balon nimaga osib qo'yildi? Bular mana shu bular sal voyaga yetgandan keyin bir-biriga jaligi suzishi, boshqasi o'shani hisobiga balon osib qo'yiladi. Bularligi orqaga yurib turib bir-birini suzganda mayib qilib qo'ymasligi uchun shu balonga orqa dumbasi tegadi, to'xtaydi. Seskanadi. Seskanib, suzishdan to'xtaydi. Haligi bir-biriga qattiq udar bo'lmaydi-da, kaltaklanib qolmaydi. Shuni hisobiga qo'ralarga balon osib qo'yiladi. Qo'ylar o'zini bir-birini haligi mayib qilib qo'ymasligi uchun, ozor berib qo'ymasligi uchun. 6 oy oldi bular boqayotgan. Olganingizga 6 oy oldi. O'zingiz Qirg'izistonga borib olib kelgansiz. Ha, Bishkekdan o'zimiz borib Agar kelganmiz degan bilan. Sir bo'lmasa o'sha olingan narxini ochiqlayveramizmi? Yo'q, endi u sirligicha qolaversin. Narx oshmaganda olgan ekansizda lekin. Oshmagan paytda olganmiz. Narx oshmaganda. Hozir o'zi hamma narsada ham narxlar ancha yuqorilab qoldi. Lekin chorva qilib, boqib foyda qilaman degan odam bo'lsa, bu narx ko'tarilmasligidan emas. Buni hayvonga olib mehrni berib ozgina boqsa, u mol bo'ladimi, qo'y bo'ladimi, albatta natijasini beradi. Yaxshi natija beraveradi. Faqat mehr berib, faqat mehr kerak. Mehr berib, qarash kerak, boqish kerak. Faqat mehr kerak. Hozir primerni bular necha kilo keladi, hoji aka? Xo'p, 110-120 kilogacha bor hozir. 120 kilogacha, 100 dan 120 kilogacha bor. 100 dan 120 kilogacha bor. Dehqonligimiz uchun biz ularni tortmaganmiz, lekin bu chorvaga ishqibozligimiz, ancha yildan beri boqayotganimiz hisobiga o'zlariga mo'ljal bo'lib qolganda. Mo'ljal bo'lib qolgan. Ha, ko'zlarimizga mo'ljal bo'lib qolgan. Mana liniyaliklarni hammasi zakaskami yo qiziqqan akalarimizga telefon nomer ham qo'yib ketaveramizmi? Xo'p, qiziqqan akalarimiz uchun Nizomjon bular sotuvga chiqariladi, xudo xolasa sotamiz. Chunki urug' sezoni kelib qoldi, yaqinlashyapti. Qiziqqan akalarimiz uchun bemalol murojaat qilishlari mumkin. 94lik kodi bilan 304 66 69 telefon raqamiga 24 soat ishlab turadi. Telefon qilishsa, hop, kelib ko'rishsa, qiziqqanlarini, yoqtirganlarini ajratib, narxini tepasida kelishib sotamiz. Tepasida kelishiladi narxini. Ha, tepasida ko'rib kelishamiz. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Hop, go'sht yo'nalishiga qiziqqan akalarimiz uchun ham qo'ylarimiz 6 oydan beri boqilayotgan, hammasi yemini yeb turgan, sotuvga qo'yamiz, xudo xolasa. Bemalol o'sha telefon raqamlariga murojaat qilishsa, qo'ylarimiz sotuvga ham qo'yildi. Sotamiz, xudo xolasa endi. Qo'ylar, ono bulog'i necha dedingiz bularni? Bulog'ini xo'p, 22, 21, 22 bunaqada chiqadi. Ash afg'onni chatishgan uni arashani ushlab kechi, uni ashini ushlab kechi, meni o'zim ishqim ketdi ashinga. Buloq qara. Garbanoslarni ham ko'rsatib ketaylik. Garbanoslari ham, oldi to'shlarini ham ko'ring. Oldi to'shlari ham o'sha toza simjun. Simjunligi ham tozasidan. Shu liniyasi bor, haqiqiy urug'ga ketadigan quloqlari ham 20 dan oshiq ekan. Ha, 22 gacha chiqadi. Narx qo'yamizmi? Xo'p, sizni obunachilaringiz uchun narxni ham qo'yib ham beraveramiz. Hali 2000, 3000 deyavermaydi. Yo'q, narxlarni qo'yib aytchamas, unaqa narxlar ko'tarmaydi. Yo'q, unaqa narx emas. O'zimiz ham dehqonmiz, olayotgan dehqonlarga ham qulaylik qilib beramiz, yo'lida qilib. Xo'p, bularni $1200 kelishtirib beramiz. Unaqa 1,5 ming, 1800 yo'q narsa, $1200 kelishtirib narxini mana shuni yoqtirdim desalar, ko'rib qo'zi hammasi qo'zi bular. Bunda tish buzgani bormi? Bor, tish buzayotganlari bor. Endi buzayotganlari bor. Xo'p, bular qarangda bitta qo'ydan qancha primerni 6 oy vaqt qancha foyda qilish mumkin? Xo'p, bozorini berib qolsa, avvalo buni nasib bo'lgani bo'ladi. Biz ko'p boqayotganligimiz uchun endi xo'p, bitta qo'ydan 2 milliongacha foyda qilsa bo'ladi. 2 million, 6 oyda 2 milliongacha foyda qilsa bo'ladi. Yana baqsa ham dash qo'shilaveradi. Chunki kilogrammi bor-da bu narsani. Kilogrammi borligi uchun
Hop 1 milliondan 2 milliongacha foyda Men- qilsa bo'ladi. Men ham o'zi bozorda yurgan bolaman-ku. Qarangda, siz bu qo'ylardan narx oshmasdan oldin olgan bo'lsangiz 3,5 milliondan farq qilayotgandir. Yo'q, endi u yog'i sir. Ha, u yog'i sir. Hoji aka. Mana qo'ylar. Baqish. Ko'pchilik aytadi, qo'y olib men puliga sotdim, ziyoniga sotdim deganlarni ham eshitib qolamiz. Shularga nima tavsiya berasiz? Mana yangi qo'zi oldi, 5-6 oylik qo'zi oldi deylik. Olib keldi, qo'yxonasiga tashladi. Shu ishni nimadan boshlasin? Siz o'zi oldin buni qo'rag'i 3 oylik, 4 oylik, 5 oylik qo'zini olib kelib boqayotgan odam oldin buni sog'lomligiga e'tiborini beradi. Buni o'zini vaksinalari bor, ukollari bor. Ularni vaqtida qildiradi. Xo'p, sog'lomligi 100% bo'lib, ishtahalarni ochib, o'sha alben dorilarini berib, vaqtida ukollarni qildirib olgandan keyin, buni ishtahasi ochilgandan keyin yemga tashlaydi. Yemni oldinroq ozroqdan beradi. Ha, Ha. haligi bu haligi ham Bo'ktirib tejaladi, qo'ymaslik, ham ha. bo'kib qolmaydi. Bo'kib qolmasligi Rasxot ham ko'payib ketmaydi. Yo'q, oz-ozdan boshlaydi. Ha, Bir 20 kun, 1 oy atrofida yengilroq yem beradi bu hayvonga. ha. Chunki buni ham oshqozoni bor. Inson qanday bo'lsa, bu ham hayvon ham xuddi shundayda. Ko'p yesa inson ham bo'kib qoladi-yu. Oshqozoni ko'tara olmaydi. Bunga ham xuddi shunaqa 5-6 oylik hozir ommaga chiqqan qo'zilarga aha, qanchadan bersa ma'qulroq? Yosh Xo'p. qo'zilarga 200 grammdan boshlash kerak. 200 grammdan Ha. boshlash. Chunki Shunda ular shunda ko'nikib boradi. uni kepakni o'zini beriladimi Yo'q, birinchi? ozgina kepak bilan bug'doyni pishirib bersa ham bo'ladi. Pishirib bersa Ha. yaxshi bo'ladi. Chunki hazm bo'lishi osonroq bo'ladi. Pishirib bersa Xom yegandan ko'ra, chunki u yoshligi uchun ha, oshqozonda hazm bo'lishi osonlashadi. Ozgina pishirib berish kerak buni. 200 grammdan. Ha, 200 gramm, 300 gramm qilib berib borilsa, Sekin qo'shib qo'shib borilaveradi. Yiriklashgan sari u kiloga chiqib boradi. Qanchada bir vaksina qilish kerak? Xo'p, aslida o'zi 1 oyda qilish kerak. Lekin Ha. 20 kun, 25 kunda bir 2 marta, 3 marta qilib turib, keyingilarini 1 oy, 1,5 oy atrofida qilsa bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, haligi vaksinasi buni qimmat. Vaksinasi unaqa qimmat emas. Yo'q, yo'q. 5000, 4000 dan qilib beriladi, bitta Ha, vaksina. albatta, albatta. Bitta qo'yga. Ha, bitta qo'yga 5000, 5000 dan xotirjam qilib beriladi. 5000 dan qilib 5000 dan qilsangiz 10 ta qo'yga 50 ming bir oyda bu rasxod degani emas. Rasxod bu. emasda bu rasxod, lekin o'zini oqlaydi o'sha narsa. Albatta, u o'zini natijasini beradi. O'sha natijani beradi. O'shani qilmasangiz siz aqdan keyin sotishda nima bo'ladi? Foyda qilmadim, o'zini puliga sotdim deganlar o'shalarida adashgan bo'lishi Ha, mumkin-da. qaror. Chunki shu narsalarni qildirib, vaqtida ozuqasini berib tursa, hayvon hech qachon hayvon o'suvchan narsa-da bu. O'sgan sari foydaga kiradi. O'sgan sari foydaga kiradi. Chunki kilogrammi o'zgaradi buni, boshqasi o'zgaradi, bo'yi o'zgaradi. Bo'yi o'zgaradi. Inflyatsiya bor. Hayvonni men ko'pchilik tavsiya beraman, hayvonni uzmang. Hayvonni uzmang. Xonadonidan hayvon bu barakada. Ha. Qo'y ham, mol ham bu baraka. Bu eng avvalo tilsiz jonivorga ozgina mehrni berish kerak. Chiroyli qara, vaqtida hammasini biz nimadan maza qilamiz? Kimlardir boshqa narsa nimadandir maza qilsa, biz maza qilamiz. Bu qo'ylarimiz yemayotgan paytda tomosha qilib maza Kasir qilamiz. kisasa, Shunda qanaqadir bir g'uborlashib ketadi. Buni bizga o'ta foydasidan ham mana shu jonivorlarni yemayotgandagi haligilar juda bir maza qiladi. maza qilamiz. O'zi ishqibozi o'zi biladi bu narsani. Kimdir xo'rozga qiziqadi, kimdir kaptarga qiziqadi. Biz endi mana shu qo'yga qiziqqanligimiz uchun bularni yeb ichishini ham erinmasdan yoniga kelib tomosha qilib. Gapingiz bo'lyapman, qarangda. Meni fikrim bo'yicha, endi siz bizdan baribir ko'p ko'rgansiz. Meni fikrim bo'yicha mana shu qo'ylaringizni ham hali 50 ta, 60 ta qo'y baqadagan akalarimizga men zotga tavsiya qilsam bo'laveradi. Nima ko'ryapman-da shunaqa qo'ylarni zotga. Endi masalan uni 1200, 1300 haligi qilgandan monondan yengilroq qilib zotga bo'laveradi mana shular. Albatta, bular zotga nizomjon hammasi mana shu qo'ylarni hammasini zotga bemalol qo'ysa bo'ladi. Mana shu Faqat qo'ylarni. bularni gavda voshi teng, dumbasi ham mana razrezlari kelgan. Faqat qulog'ida farqi bor. Qulog'ida farqi bor ekan. Rangi ham bir xil. Yungi yaxshi, rangi yaxshi. O'ni chekkadagini vobshe zo'r ekan. Ana shuni baqirib Qashdan olib o'tgan. haligi
o'ta boshqa chistalik afg'onga o'xshaydi ekan. Bular ham shu arashancha aytishmasa, tozasi masla kelgan. Yo'q. Tozasi haligi o'lyapti. Bu qo'ydi yelkasi ham o'ta katta ekan akalar. Qulog'i kichkina, aybi. Dumbasi yaxshi mana razlarni yuklatib qo'yaman. Endi bu 10 ta, 20 ta qo'yib akalarimiz mashina ham zot qilsa bo'lishaveradi. Bemalol, albatta bo'ladi. Bizni uni jaydari qo'ylardan baribir buni zoti Zoti bor-da. yaxshiroqda, tushlari ham yaxshi kelgan ekan. Menga 1200 ga qimmatli qiladi degan buni sal yo'lda qilib berilaveradi. Kelishtirib berilaveradi. Go'shtga hisoblab beraverasiz Go'sht bularni. hisobida kelishaveramiz. Go'sht hisobida baqilyapganda bular. Albatta. Xo'p. Hozir bir mahal ertanman yemaydi. Hozir buni nima hashak? Bu beda. Beda. Ha. Bu yilgi yangi bedadan o'rib, quritib o'sha anaqadan chiqarilgani, maydalangani. Bundan yem degandan keyin 2 mahal bundan beriladi. Oldin yemini beramiz, yem deb bo'lgandan keyin buni beramiz. Oldin yem beriladi, keyin oldin yem yem degandan keyin hashak beriladi. Ha. Bitta hashak berilmaydi, hech narsa berilmaydi. 2 mahal beriladi, yo'q. Yotadi. Faqat yem degandan keyin hayvon o'zi vaqtini biladi. Bir me'yorga tushirib qo'ysangiz, ertalab 6 dan 7 gacha hayvonga qaraladi. Kechqurun 6 dan 7 gacha hayvonga qaraladi. Shu paytga hayvon o'zi moslashadi, bu qo'ylar. Moslashib qolgan payt siz yoniga kelsangiz ham o'rnidan turmaydi. Bular chunki o'sha yegan yemini o'zini tanasiga singdiradi. Bu paytda hayvon tanaga singdirayotgan paytda o'rnida qimirlamay yotadi. Boshidan o'sha 2 mahalga o'rgatish kerak. Hammaga shuni tavsiya berasiz. Albatta. Uni 3 mahal befoyda qarash. Harakat ko'payib ketadi. Unda kunduzi turadi, yem deydi. U 2 mahal bersangiz kunduzi bilan dam oladi. Bu qo'ylar ayniqsa ko'p yotsa, shunda terisiga, tanasiga bergan oziqani olayotgan bo'ladi. Qancha ko'p suv qachon beriladi? Xo'p, suv ham 2 mahal beriladi. O'sha hashakdan keyin asra suvni beriladi. 2 mahal suv beriladi. Pastiyanni oldida turmaydi. Yo'q, oldida turmaydi. Tagi quruqlig'iga Xo'p, oldida pastiyanni suv tursa ko'p ichishi bo'ladi. Ko'p ichgandan keyin qo'y ko'p siyadi. Tagini tuyog'i botadigan darajada bo'lib ketadigan bo'lsa, hayvonning o'zgarishi qiyinlashadi. Chunki tuyoqlarning orasida qo'ylarda ayniqsa ikkala tuyog'ining orasida nafas oladigan joyi bor. Havo oladi bular o'sha yerdan. Havo. U tagi suyulib yoki oyoq botadigan darajada bo'lsa, u teshiklar bekilib qoladi. Havo ololmay qoladi. Havo ololmaydi. Shuning natijasida hayvonning oyog'i ham kasallanadi. O'zgarishiga ham ta'sir qiladi. Yo'q, o'zgarmaydi u. O'zgarmaydi. Yo'q, o'zgarmaydi. Juda qiyin o'zgaradi. Shu oyog'i og'riq, boshqasi shundan bo'ladi. Joni og'rigandan keyin yegan ozuqasi o'ziga yuqmaydi. Qaytlar kimgadir foydali ma'lumot bo'layotgan bo'lsa, bittadan laykni bosib qo'yasizlar akalar. Shuncha mehnatimizni qadrlab. Adashayotgan joyimiz yoki bilmayotgan joyimiz bo'lsa, uzr so'raymiz undan. Uni qo'yamiz. Hojaga o'ta katta ekan-a. Ko'k qo'ylarmi? Bular uzunligi ham birdan oshiq bulardi. Birdan oshiq. Birdan oshiq. Mashlar chiqsa kerak 120. Albatta chiqadi. 120 kilogacha chiqadi ko'k qo'ylar. 120 kilogacha chiqadi. Va ash qo'ydigan faqat bitta ko'raylik. Bu ektish bo'lganmi? Ash ko'kini kattani obunachilarga ham ko'rsatib qo'yaylik. Hammaga shunaqa qo'ylarni boqish nasib qilsin, ey. Hammani uyida kamida 50 ta 60 ta mana shunaqa qo'y, yerigidan bo'lsa mana qo'y. Bitta Marg'ilonli hoja akamiz bor edilar. 150 kilo qilgan ekanlar. Bu Qirg'izistonniki. Qirg'izistonda. Mana shunaqa Qirg'izistonni qo'yidan 150 kilo. Enini ham ko'rib turibsiz-ku. Eni ham katta. Bu ham 150 kilo bo'ladi. Albatta. Baqish kerak. Bularni boqib yemini vaqtida berib tursangiz, bular 180 kilogacha bo'ladi mana shu qo'ylar. Mana shu qo'ylar 180 kilogacha go'sht beradi. Qorinni, molni qonida keladi ya bu. Yana qanaqa tavsiyalar berasiz biz obunachilarimizga? Yemlarni ko'rsatish imkoni bormi? Bor albatta. Qayda yemi? Yemimiz tomonda. Yo'q, quruq yeyapti. Hozir quruq yeyapti ular. Obunachilar yemlar oldiga chiqib oldik. Endi men yemlarni ko'raylik degan sabab hoji aka, ko'pchilik o'ylab qoladi, balkim to'g'ridir o'sha quruq berayotgani, balkim noto'g'ridir. Haqiqatdan o'zi Makka kepamdan shunaqa bo'lib ketadimi qo'y deb o'ylab qoladi-da. O'shanga bir
so'z isboti bilan degandek. Mana o'sha makkalarimiz, o'zimizni jaydari makkalar. Xo'p, Nizomjon, bu obunachilarimiz yo tomosha qilayotganlardan har xil gap bo'lishi mumkin. Bu bug'doylarimiz iste'molga yaroqsiz. Ular o'zi hayvon uchun qiling haligi o'tni urug'i ko'p, Oxiri changi ko'p. changi ko'p. Bu bug'doyni 3-sorti bo'ladi o'zi. Ichlarida shunaqa toshlariga ham chiqadi bitta ikkita. Keyin sal haligiroq bo'ladi bular. Mana o'zi ko'rinib turgan bo'lsa, ko'rinib turibdi. buni atxot bug'doy deyiladi. Bu iste'molga yaroqsiz. O'zimizni un qilib yeydigan bug'doy emas bu. Bu yemxonalarimizga, boshqa joylarga kelayotgan o'sha hayvonga moslashgan. Bu o'sha bug'doyni un qilib chiqarib oxirgi sort kepagi. Kepagi bu. Buni ichida mana o'sha ko'rsangiz bo'ladi, bug'doyda mayda siniqlari bor. Mana to'lishmagan, mayda singanlari bor. Bular o'tib ketgan elakdan. O'sha narsalar qo'yga yaxshi ozuqa bo'ladi. Uchovidan mana shundan beriladi hozir. Hozir shu uchovini qo'shib hisoblaganda bitta qo'y 1 kilo 200. Bir mahal 1 kilo 200 yeyapti. 2 mahalga 2,5 kilo. 2 mahalga 2,5 kilo. O silos berilmaydi. Yo'q, faqat o't beriladi. O't, beda, yer-yong'oq pres, mosh beriladi. Akalar, mana so'z isboti bilan degandek, mana ko'rsatib o'tib ketdik. Yemlarini quruq yeyapti. Boshida qaynatib, shu uchovini qaynatib berilgan boshida. Yo'q, kepak quruq beriladi. Bug'doy bilan makkani aralashtirib qaynatiladi. Bunga bug'doyni quruq aralashtiriladi. Kepakni. Kepakni qaynatib olib turib, keyin kepakni qo'shib aralashtirib olib, o'sha bitta qo'rada 6 ta qo'y bo'ladigan bo'lsa, mana shuni o'zi mo'ljal qilib qo'yilgan. Chelaklar, paqirlarga, shu paqirga solib turib, keyin aralashtirib beriladi. Ikkovi qaynatiladi. Bu ikkalasi qaynatiladi. Boshida ham xuddi shunday bo'lgan. Qaynatilganda mana bu bug'doyimizni razmerlari o'zgaradi, ancha to'lishib yoriladi. Makkamiz ham juda to'lishib, pishib zo'r bo'ladi, yirik bo'lib ketadi. Chunki buni boshida qilib berilishining sababi bu hozir qo'ylarimiz voyaga yetganligini hisobi buni bemalol hazm qiladi. Mana uni. Yoshligida buni hazmi qiyin bo'ladi. Shuning uchun pishganda pishirilgani, qaynatilgani ma'qul. Boshida qo'ziga pishirib og'ir botmaydi bu. Pishirib bergan ma'qul. Ham terisini kengaytiradi bu. Hoji aka, endi buni elakni ko'taradigan vaqt kelibdi. Ayting, buni hech puldan foyda qiladi bittasi, sizni hozir boyatganingiz. Xo'p, Nizomjon, qo'ylarimiz endi juda siz qo'ymadingiz, endi sizga aytaman, bu o'zi asli sir edi. Qo'ylarimiz 3,5 milliongacha hozirgi holatda foyda qiladi. Chunki buni sababini nimagaligini videoning oxirida aytamiz. Haqiqiy yaxshi boqibsiz Hoji aka qo'ylarni. Qo'ylarni yemlarni ko'rsatdik, endi qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. Endi nima deyish mumkin? Haligi boshida aytgan gaplaringizni endi keltirib bering. Ko'pchilik ishonmashi mumkin-da bu gaplarga. Endi siz hech haligi aylantirib baribir o'sha anaqa mavzuga olib keldingiz. Endi Nizomjon, buni sabablari, sirlari biz qo'yni olayotganimizda narx-navo boshqa narx-navo bo'lgan. Hozir o'shandan biron go'shtlarimizni narxiga 30 ming, 40 mingdan qo'shilib ketdi. Qo'ylarning ustiga 1 million, 1,5 milliongacha yana qo'ylarning narxi bozor holatda oshib ketdi. Shularning hisobiga qo'ylarimiz hozirgi bu yilgi boqayotgan qo'ylarimiz shu darajada foyda qilyapti. Lekin men tavsiya qilaman, chorva boqayotgan, ayniqsa mana shu qo'zi olib boqayotgan akalarimizga xuddi mana shu biz ko'rsatgan usulda boqishsa hech qachon ziyon qilishmaydi. Uydan chorvani uzishmasa bu chorva baraka, foyda qilishadi, hech qachon ziyon bo'lmaydi. Qo'yni o'zi narx oshadimi, oshmaydimi? Uyda tursa birinchidan haligi po'choq-mo'choqlar ham musurg'ich ketmaydi. Albatta, bu biz ilgaridan ham misol narx endi bu yil shu darajaga kelib qoldi, lekin bundan 4 yil, 5 yil, 3 yil, 2 yil oldinlar ham biz chorva olib boqqanmiz. Ana o'tgan yil ham 60 bosh qo'y boqqanmiz. Narxlar oshmagan holatda ham yaxshi foyda qilgan. 2 milliondan foyda qilaveradi bitta qo'y. Albatta, daromad o'sha mehnatga yarasha daromad bor. Faqat mehnat qilish kerak. Buni o'sha turib hamma narsadan kechib o'sha rabochiy formani kiyib vaqtida mehrni berish kerak. Bersangiz foyda qilib beradi. Hayvonni kattalar aytadi-ku, hayvonni aldasang
hayvon seni aldaydi deydi-yu. albatta. Men uni nimaga unaqa deyiladi? Hayvonga bermay, aqa ketib, baqa ketib vaqtida bermay ketgan insonlarga oxiri bozorga olib chiqilganda bozorda aldab qo'yar ekan. Aldab hayvon. qo'yadi-da. O'shancha aytilar ekan, hayvonni aldasang, hayvon seni aldaydi deb. O'shancha aytilar ekan. Mehr berib boqib qaragan odam bitta men o'zim ham boqaman. Endi men bunaqa ko'p boqmayman. 20 ta video syomka ham qilganman YouTube kanalimizga. 20 ta boqaman. O'rtacha shu 2 million ag'bag'ida foyda qilaveradi. To'g'ri. 8 oy 10 oyda. Albatta. Bir yil baqsangiz shu zo'r bo'ladi. Asosan 8 oy 10 oy. Mana qo'ldan kelgancha ma'lumot berdik, akalar. Agar zarracha foydasi tekkan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, tanish bilishlarga jo'natib qo'yasizlar. Shu bilan video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. 50 talab, 100 talab tozasidan, mana shu birinchi qo'radagi arashallardan boqish hammamizga nasib qilsin. Omon bo'linglar. Jonivorlar ishqibot. Mayli yotaversin, to'g'izma. Bo'ldi. Sog' bo'linglar.